Mana xudo xolasa ajmodalar ketyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana inshaalloh 2026-yilgi Ramazon oyini ham ibodatlar bilan, xatm Qur'onlar bilan, undan tashqari mana taroveh namozlari bilan o'tkazib kelyapmiz. Alloh taolo hammalarimizni maqbul aylasin. Har yilgidek bizni hadiya fondi qolaversa mana dehqon qishloqdagi hadiya fondi ko'plab oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar va turli xil yordamlarni amalga oshirib kelardi. Mana o'tgan Ramazon va shuncha yillardan beri xizmat qilib kelgan To'lqin akamiz Alloh rahmatiga olsin. Bu yil Ramazonda yo'q oramizda. Bu ishlarini o'g'illari Islom akamiz, mana yelkadoshlari Bobojon aka, Xotamjon akalar qo'ldan kelganicha sahiy akalarimiz oldiga borib, shu ishlarimizni davom ettiraylik deb, sizlar ham hissalarini qo'shib qolinglar deb Alloh uchun harakatini qilib kelishyapti. Mana inshaalloh bugun ham 20 tadan oshiq oila uchun oziq-ovqat mahsulotlarini hozir tayyorlashgan inshaalloh. Mana shu muhtoj oilalar, beva oilalar, yetimlari bor bevalar, kasallar, ro'yxatidagi barcha insonlar hozir kelib olib ketishadi. Mana shu ishlar davom etib kelyapti mana inshaalloh. Buni savobidan albatta bu To'lqinaga ham yetib boradi inshaalloh. Undan tashqari shu ishga hissasini qo'shganlarni har biriga nech pul hissa qo'shgan bo'lsa ham albatta ajr mukofotlarga ega bo'ladi. Dalolat qiluvchi bizlarga ham inshaalloh savob beradi degan umiddamiz. Inshaalloh shu ishlarga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarga biz telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Mana ekranda telefon raqamlari turibdi. Mana shularga ham bemalol murojaat qilib hissalaringizni qo'shsangiz bo'ladi. Sababi mana shu hadiya fondi, hadiya magazini albatta bu xalqniki. Xalqni ichida qo'lida bor akalarimiz qarab turmasdan, beparvo bo'lmasdan bu ishlarni davom ettirishligimiz har birimizning zimmamizdagi vazifa deb o'ylayman. Alloh subhanahu va taolo yana bir bor shu Ramazonda gunohlarimiz kechirilgan holatda, pok holatda chiqishlarimiz hammalarimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar. Opich bo'yla.